Innovatsion g'oyalarning hayotga tatbiq etilayotgani insonlar yashash sharoitini yanada yaxshilanib borishiga sabab bo'lmoqda. Bu borada kashfiyot egalari qo'llab-quvvatlanib, ixtirolari amaliyotga tatbiq etilayotgani quvonarli albatta. Xususan, 2021-yilda namanganlik hamyurtimiz daraxt ko'chatlarini suvsiz o'stirish texnologiyasini sinovdan o'tkazgan edi. Uning kashfiyoti bugun o'z samarasini berdi. Hozir shu haqda. Davlatobod tumanining Orzu massivida yashovchi Murodjon Yusupov aslida oliy ma'lumotli energetik. Faoliyatidan ajralmagan holda doimo yangiliklar yaratishga intiladi. 2 yil avval yelim idishlarda daraxt ko'chatlarini ekib, suv ishlatmasdan o'stirish mumkinligini, bu ayniqsa cho'l hududlarini obod qilishda katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib isbotlagan edi. Ayni kunlarda uning tajribasi sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, yashash xonadonida yelim idishga ekilgan behi ko'chatlar gurkirab, o'sish barobarida hosil nishonasini ham berdi. Men bu ixtironi 2021-yilda amalga oshirdim. Sababi suv tanqisli joylarda daraxtlarni o'stirish edi. Bu yo'l bilan biz suvni maksimal darajada tejash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yelim idishlarga barcha turdagi daraxtlarni ekib ko'rdim. Mevali, mevasiz, barchasi ijobiy natijasini ko'rsatdi. Behi ko'chatiga mana ekkanimizga 2 yildan o'tdi. Haligacha mana ko'rib turibsiz, yam-yashil, mana bu yil mevalarga ham kirdi. Undan boshqa uzumlarimiz, olma, olvali, o'rik va boshqa barcha turdagi daraxtlarni ekib ko'rdim, ko'klab turibdi. Murodjon Yusupov yelim idishlarga barcha turdagi meva ko'chatlari hamda terak qalamchilarini ham ekkan. Oddiy tuproq solingan bo'lib, suv quyilmasa-da mana yillar barabr rivojlanyapti. Yelim idishdagi harorat namlikni mo'tadil saqlaydi va aytish kerakki, bugungacha u parvarishlagan olcha daraxt ham o'z mevasini ko'rsatgan. Cho'l hududlarda bu ixtironi qo'llasak juda samarali foyda beradi, chunki u yerlarda suv olib borish, suv tanqisligi juda ham katta bo'lgani uchun natijasi yaxshi bo'ladi. Yelim idishda suv maksimal darajada tejaymiz. Bir tomchi suv ham tashqariga chiqib ketmaydi, faqat ko'chatimiz o'ziga ishlaydi xolos suv. Yelim idish esa 450 yil mobaynida chirimaydi. Rejalarim shu barcha cho'l hududlarda, issiq suv tanqis joylarda daraxtlarni o'stirish. Qahramonimiz bugungi kunda ham yangi ixtirolar ustida izlanyapti. Aytishicha, uning kashfiyoti bilan oddiy avtomashinalarni elektromobillarga aylantirish mumkin. Zero bilim, astoydil harakat bor ekan, maqsadlar amalga oshib, ixtirolar bo'y ko'rsataveradi.